Yovvoyi kelin. Detektiv sarguzasht roman. Muallif Nabijon Hoshimov. Birinchi qism, 5-bo'lim. Narkotikka bo'lgan ishtiyoq, sabohatga bo'lgan muhabbat, bolalikdagi armon, uchalovi birlashib balog'at yoshiga yetgan yigitni darvesh qila yozdi. Endi u tunlari o'zini dars qilayotgan qilib ko'rsatib, chetki xonalardan birini orzular suratxonasiga aylantira boshladi. U turli afsonaviy qahramonlar aks ettirilgan katta rangli suratlarni sotib olar, o'zi ham fotoapparati bilan suratkashlik qilar va uzoqdan suratga oladigan fotosnayper orqali faqat sabohatni suratga muhrlardi. Mana u qizlar talabalar davrasida, mana u oliygoh zinasidan tushib kelmoqda. Mana u bekatda avtobus kutmoqda, kafeda ovqatlanmoqda. Sarva suratxonasini qorong'u qilib foto uskunalari yordamida qizning suratini iloji boricha katta qilib ishlar va boshini qiyib olib, narigi sotib olgan qahramon qiz kallasining sirtiga o'z kallasining suratini esa qahramon yigitning boshiga yelimlab chiqar va bu ishidan zavqlanardi. Tez orada xona ichi ana shunday suratlarga to'lib ketdi. Uning uchun eng noyob surat bu Jannatxonning surati edi. U dadasining albomidan topib olgan bu suratni qayta suratga olib, uni bo'laklarga bo'lib, iloji boricha kattalashtirib ishladi va xonasining burchagiga shunday yopishtirdiki, go'yoki g'orning darvozasi paydo bo'ldi. Darvozadan esa shahzoda Sarvar ila malika Sabohat chiqib kelardilar. Tevarak atrof ko'knori va boshqa turli gullar ila burkangan. Suratning osti tomonidan chiroq nuri berilgan bo'lib, xona chirog'i o'chiq paytida u yanada sirli ko'rinardi. Osmonda yulduzlar miltillaydi. Go'yo shahzoda va malika husni jamolining tarovatidan oy ham uyalib tog' ortiga yashirinayotganday. Jannatg'orda faqat o'z sevikli mahbubasi bilan rohat farog'atda yashash yigitning hayolatidagi orzu armonga aylanib qolgandi. Bir kuni dushanba edi. Sarvarning onasi qayoqqadir dasturxon qilib otlandi. "Tezroq kelarsan", dedi Shoazim aka gazetadan boshini ko'tarmay. "Ha, endi kuyovcharlarni bilasiz-ku, rezinkaday cho'zilishi ham mumkin. Voy, biz qachon o'g'limizni uylarkanmiz-a, dadasi? Uning o'zi hozir qayerda? Voy, bechora o'g'lim tunu kun dars qilgani qilgan." "He", deb qo'ydi eri kulib. "O'g'ling tunu kun hech qayoqqa chiqmasa, kelinni qayerdan topardi? Bilsangiz, uning yoqtirgani bor. Ja yaxshi qiz-da. Kim ekan u? Anavi do'stingiz Akbar akaning qizi, Sabohat-da." Voy", deb yubordi Shoazim aka hayronlik bilan. "O'sha jikkakkina qizni-ya?" "Ha de, obbo Sarvar-ey, qiz qirib ketganday o'sha abituriyentni yoqtirib qoptimi? Qayoqdan bilding? Unga juda boshqacha qaraydi-de. Bir marta cho'ntagidan o'sha qizning suratini topib oldim." Shunaqami? Unda to'yga tayyorgarligingni ko'raver, bo'lmasam." "Voy, avval o'g'limizdan bir so'rab ko'ring. So'ng sovchi bo'lib boraylik. Hali o'rtog'ingiz qizini beradimi, yo'qmi? Beradi-da, bermay qayoqqa ham borardi." "Xo'p, mayli, men ketdim. Ota bola bugun o'zlaring bir kelishib olinglar bo'lmasa", dedi Gavharoy aya va duoga qo'l ochdi. "Qani amin. Bizga ham el qatori kelin olib to'ylar qilish nasib qilaversin." Shoazim Shohaydarovich dasturxonini qo'liga olib, lapanglab chiqib ketayotgan xotinining ortidan kulib qarab qo'ydi. Tavba, duo qilishning nima keragi bor? Akbarga bir ishora qilsamoq, u o'z qizini o'g'limning qo'yniga gah deb solib qo'yishga tayyor-ku. Kerak bo'lsa, o'g'limga o'zi sovchi bo'lib keladi. Bu xotinlar nimani ham tushunishardi, degan o'ylar o'tdi xayolidan. "Xo'p, mayli", dedi u o'z-o'ziga o'rnidan ohista turib. "Qani, o'g'lim bilan bir gaplashib qo'yayinchi, u nima derkan?" U o'g'lining alohida xonasiga tomon yurdi va derazaga qop-qorong'u parda tushirilganiga ahamiyat berdi. Nima balo, kunduz kuni ham chiroq yoqib o'tiribdimi deyman. Eshikni itarib ko'rdi, ochiq ekan. Uni ochib, qizil chiroq yoqib qo'yilgan qorong'u xonaga kirdi va devorga ilib tashlangan turli-tuman kattalikdagi suratlarga ko'zi tushdi. Surat ko'paytiradigan uskuna yoniq bo'lib, stoldagi oq qog'ozda Sabohatning avtobusga chiqayotgan surati aks etib turardi. "Sarvar", deya chaqirdi otasi. Javob o'rniga ingroq va harsillab nafas olayotgan ovoz eshitildi. "Qayerdasan?" Sarvarning aljiragan ovozi keldi.
Shozim aka chiroqni yoqdi va ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'lining og'zidan suvi oqib divanga suyangan holda gilamda o'tirar, oldida turgan shprits va rezina ichak uning o'z-o'ziga narkotik ukol qilganidan dalolat berib turardi. Sarvar, senga nima bo'ldi? Sarvar bir qo'lini bir oz ko'tarib yana aljiradi. Ota o'g'lining yuzini shapatilab, kipriklarini ko'tarib ko'rdi. Uning qorachiqlari tepaga ko'tarilib qolgandi. Ota dod deb yuboray dedi. Ey ahmoq, qachon o'rganding narkomanlikni? O'g'lidan sada chiqavermadi. Rais uchun bu holat kutilmagan fojia edi. Endi buni nima qilsam ekana? Ishxonadagilar eshitib qolishsa, unda nima degan odam bo'laman? Shuncha qilgan toat ibodatim bir tiyin bo'ladi-ku. Obbo, bu ahvolni onasi bilarmidi o'zi? Uylantirarmish-a? G'irt narkoman-ku bu iflos. Qiziq, kimdan o'rgandi ekana? Biror dushmanimning ishimikan? Tagiga yetishim kerak. Puldorlarning bolasini atayin azo qilib qo'yishadi deyishadi. Tunu kun dars qilayotganmish-a? Darsxonasini qaranglar-u. Shozim aka atrofdagi suratlarga nazar tashladi va hammasida o'g'li va Sabohatni ko'rdi. Bu tentak nimalarni fantaziya qilyapti o'zi? Nahotki onasi bularni ko'rmagan bo'lsa? Yo ko'rganmikan? Unda nega mendan yashirdi? Hoziroq uni topishim kerak. U eshik tomon bir qadam tashladi-da, lekin yana ikkilanib turib qoldi. Yo tez yordam chaqirsammikan ha degan fikr o'tdi. Biroq fikridan ham qaytdi. Axir unda oshkor-u omma bo'ladi-ku. Yo'q, yaxshisi Sarvarning o'ziga kelishini kutaman. Xo'sh, xotinni ham zudlik bilan chaqirdim deylik. U qanday ahvolga tusharkan? O'g'lining bu ishlaridan mutlaqo bexabar bo'lsa, yuragi ushlab qolmaydimi? degan o'y uni endi bezovta qila boshladi. Shozim, to'xta, axir sen katta amaldorsan-ku, kallangni ishlat. Shunday qilginki, kabob ham, six ham kuymasin, dedi u o'z-o'ziga. Tashqariga chiqib sigareta tutatdi. Ichkarida televizorda Vremya teledasturi boshlandi. Uning yodiga moskvalik do'sti Sergey Ivanovich tushdi. Undan maslahat so'rasammikan? Har holda bu yerdagi do'st dushmanlardan ko'ra durustroq. Ha, shunday qilaman. Iloji bo'lsa Sarvarni Moskvaga o'qishga ketdi deb, aslida uni Rossiyaga davolanishga jo'nataman. U yog'i bir gap bo'lar. Shunday qilib u Sergey Ivanovichdan o'ta shaxsiy va maxfiy bo'lgan masalada qo'ng'iroq qilib, o'g'lining ahvoli haqida hayajon bilan past ovozda gapirib berdi. "Я тебя понимаю и сочувствую", dedi Sergey Ivanovich hamdardlik bilan. "Короче, я сейчас по своим каналам веду и завтра дам тебе ответ. Я думаю, все будет окей. Я понял, что у Сарвара только начальная стадия. Это излечимо. Не беспокойся и, конечно, его будем лечить. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарен". Xullas, xotini charlaridan qaytganida Shozim aka o'g'lining masalasini hal qilib bo'lgandi. Gap bunday, dedi u gazetani o'qimasa ham asabiy varaqlar ekan. O'g'ling haqiqatdan ham Sabohatni yoqtirar ekan. Voy, u bilan gaplashdingizmi? Ha, lekin hozircha uylanmoqchi emas. Nega? Tuni kun dars qilaverganidan institutdagi domlalari o'qishining qolganini Moskvada davom ettirishini maslahat berishganmish. Voy, qanday yaxshi, dedi ayol chindan quvonib. Xullas, Sarvar 1-2 yil o'sha yoqda o'qib keladi. Bu orada Sabohat ham o'qishini tamomlaydi. Biz ularni unashtirib qo'yamiz. Voy, aylanib ketay sizdan dadajonisi. Mayli o'qisin, davringizda o'qib olsin. Sabohatga ham og'iz solaveraylik. O'g'lingning narsalarini tayyorlayver. Voy, darrova, nima bo'pti? Bo'ladigan ishning bo'lgani yaxshi-da, gap tamom. Ertasi Shozim Shohaydarovichning qo'li ishga bormadi. U Sergey Ivanovichning qo'ng'irog'ini sabrsizlik bilan kutardi. Har ehtimolga qarshi samolyotga 3 ta chipta ham bron qilib qo'ydirdi. Ya'ni o'g'li, o'zi va shaxsiy doktori Olga Petrovna jo'nashadi. Doktor ayol uning necha yillik oilaviy qadrdoni edi. U borib Sarvarni tekshirib ko'rdi va qonini tozalash muolajasini boshlab yubordi. Yigitcha anchagina o'ziga kelib qoldi. Uning hayotida keskin burilish kutilmoqda edi. So'raganlarga Sarvarning yuragi xasta ekanligi va endi Moskvada davolanib, o'qishini ham o'sha yoqda davom ettirishi aytildi. Lekin hammasi kutilgandek natija bermadi. O'z boshimcha arzanda o'g'il hali ko'p hunarlar ko'rsatishga qodir edi.
U Rossiyadagi maxsus davolash muassasasida ham tez orada o'ziga o'xshash bangilar dunyosiga kirib bordi. Lekin bu dunyoning farqi shunda ediki, unda o'z-o'ziga qora dori dozirovkasini qabul qilish, nasha chekish yoki marixuanani hidlashdan ko'ra ko'proq ularni olib sotish, ya'ni narkobiznes qiziqtirardi. Albatta, davolanish o'z samarasini bermay qolmadi. Sarvar og'udan qutulishga o'zida yetarli kuch va iroda topa bildi. O'ziga giyohvand qabul qilishga ehtiyoj kamayib borgan bo'lsa-da, biroq endi ularni olib sotish va osongina katta daromad qilish, ota-onasiga qaram bo'lmay o'z aravasini o'zi tortish, boyvachcha bo'lib yashashga bo'lgan ishtiyoq ustunlik qila boshlagandi. Chunki uning imkoniyati bor. Bu jannatg'or edi albatta. Davolash muassasasida topishib qolgan moskvalik og'ufurush korchalonlardan birining o'g'li Andrey bilan u qalin do'st bo'lib qoldi. Andreyning fikru xayoli Sarvarnikidan qolishmas, aksincha, o'zining g'ayrioddiy ko'knori xayollari bilan o'zgacha dunyo yaratishga usta edi. Andrey uchun narkobiznes notanish soha emasdi, chunki uning otasi bu ish bilan ko'pdan buyon shug'ullanib kelardi. Shu tufayli ham bu sohada zarur hollarda otasi va uning do'stlaridan ko'mak olishga ishonchi komil edi. Otasi oxirgi bor o'g'lini o'tirgizib olib erkakchasiga gaplashgandi. Sen endi yosh bola emassan, bilib qo'y, hayot odamga bir marta beriladi. O'zingga narkotik qabul qilsang ozgina maishat qilasan, lekin tezda qashshoqlashib, it azobida o'lib ketaverasan. Agar o'zingga qabul qilmay, uning savdosi bilan shug'ullansang, boyvachcha bo'lib bir umr maishatda yashaysan. Faqat ahmoq, irodasiz odamlargina bu zaharni o'zlariga qabul qiladi. Sen esa esli hushlisan, chunki mening zurriyotimsan. Bizning avloddan hali ahmoqlar chiqmagan. Davolanasanmi yo'qmi? Endi bu sening ishing. Yana bir gap, narkotik iste'mol qiluvchilarning murdasini qabristondan ham kavlab olib ketishadi. Nega? Deb qiziqib so'radi Andrey. Bu ham biznes. Qanaqa biznes? Qanaqa bo'lardi? Giyohvand modda narkomanning suyagiga ham singib ketgan bo'ladi-da. O'shanda ilk bor Andreyning eti uyushib, narkotik kukuniga nisbatan jirkanish paydo bo'ldi. U o'zidagi bu jirkanishni do'sti Sarvarda ham paydo qila oldi. Sarvar o'z navbatida Andreyga qora dori manbalari bo'lgan ko'knorilar yetishtiriladigan maskanlar haqida bolalikdagi ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi. Shunday qilib, ular bu sohadagi biznes hamkorga aylandilar. 2 yil davomida darddan forig' bo'lganlari uchun har ikkisining oilasidagilar xursandchilik bilan kutib olishdi va ularning birga Pomir Oloy tog'lari bo'ylab sayohatga borib kelishlariga qarshilik qilishmadi. Andrey dastlab 3-4 kun Sarvarlarnikida mehmon bo'ldi. Uning oilasi bilan tanishdi, Toshkentni tomosha qildi. Har kuni Sarvarning suratlar bilan burkangan xonasiga kirib, jannatxor suratiga tikilgancha turli rejalar tuzishdi va kunlardan bir kuni Chortoq tog'lari sari Niva mashinasida yo'lga tushishga ahd qilishdi. Reja bo'yicha mashina yura olguncha ketaverishadi va biror cho'ponnikiga qo'yib, undan eshak ulov olishadi yoki ehtimol qolgan yo'lni piyoda bosishadi. Sarvar uchun bu sayohat o'ta hayajonli va muhim edi. Uning xayolida bir o'y hukmron. Hozir xorda Safayor aka bormikan? Ularni qanday kutib olarkan? Sabohatchi. Uning o'qishi tugab qoldimikan? Andreyni ham bir o'y band qilgandi. Agar Sarvar aytganlari haqiqatda rost bo'lsa, unda oshiqlari olchi bo'ladi. Polshadagi otasi hamkorlik qiladigan oshnalarining o'g'illari bilan do'st tutingan. Ular qora dorini qancha bo'lsa olaverishadi, hatto pulini oldindan ham to'lab qo'yaverishadi. Otalari bilmay ham qolishadi. Yoshlar endi o'zlari mustaqil ish yuritishadi. O'z boyliklariga o'zlari egalik qilishadi. Faqat bu yerdan Rossiyaga va u yerdan Yevropaga o'tkazib olish yo'lini topishsa bas. Bu albatta loyihaning keyingi navbati edi. Shunday qilib, shirin orzular, istiqbolli rejalar, ko'knori xayollar qanotini keng yozib, 2 do'st birga parvoz qilisha boshlashdi. Bepayon purviqor tog'lar ularni quchoq ochib o'ziga chorlardi. Sarvar Moskvaga o'qishga ketgach, Sabohat nihoyat ta'qib qiluvchi, o'tkir, darvishona nigohlardan, bemavrid va bema'ni qochirma gaplardan, jinidan ham yomon ko'rib qolgan,
bir bangi yigitning irshaygan nusxasini ko'rishdan qutulganligini bilib yengil nafas oldi. Ana endi o'qishini bemalol davom ettiradi. Ko'chalarda, bog'larda, institut koridorlari-yu avtobus bekatlarida kimdir unga dum bo'lib yurmaydi. Endi kimdandir qo'rqmaydi, hadiksiramaydi, erkin va ozod hayot kechiradi. Qanday yaxshi! Sabohat xavotir olgan eng yomon jihat shunda ediki, Sarvarning unga sovchi qo'ydirish mumkinligi va qizning otasi ularga yo'q deya olmaslik xavfi edi. Endi har holda bu xavf bartaraf etildi. Endi u ham boshqa qizlar qatori ko'ngliga yoqqan yigit bilan ahd-u paymon qilib turmush qura oladi. Bu qanday yaxshi, qanday baxt! Ana shunday shirin orzular balog'at yoshidagi Sabohatning fikri o'yida jo'sh urar, uning qalbi muhabbatga tashna edi. Taqdir uni hamyurti bo'lgan Mansur ismli yigit bilan bog'ladi. Mansur bir kurs yuqorida o'qirdi. Kunlardan bir kuni uni ko'rgani keksa onasi keladi va tobi qochib qoladi. Talabalar yotoqxonasida istiqomat qiladigan yigit nima qilarini bilmay dovdirab qoladi va ba'zan tug'ilgan kunlarda uchrashib, tanishib qolgan Sabohatni esga oladi. Sabohat ham dugonasi bilan yotoqxonaning o'sha qavatida turishardi. Mansur ba'zan ulardan dazmol so'rardi yoki biror kiyimini tikib berishlarini iltimos qilib turardi. Sabohat har safar o'z hamyurtini o'zgacha mehr bilan kulib qarshi olar. Ular o'rtasida samimiy aka-singilchilik rishtalari bor edi xolos. Lekin ona sabab bo'ldimi, bu rishtalar yanada mustahkamlandi. Atrofida kun-tun parvona bo'lib, ayolga yaxshi muomalada bo'lgan qiz unga yoqib qoldi va shunday qizni kelin qilish orzumandi bo'lgani uchun Sabohatning tag-tugini ohista surishtira boshladi. "O'g'lim", dedi Shirmon aya ertasi xabar olgani kirgan Mansurga. "Mana institutni ham bitiryapsan. Endi ko'zim ochiqligida seni uylantirib qo'yaylik. Ko'z ostingga olib qo'yganing bo'lsa ayt, harakatimizni qilaylik. O'zingiz bilasiz, menga yomon kelin topmaysiz-ku", dedi Mansur qizarib. "Bo'pti, o'zim topganim bo'lsin. Ko'z ostiga olib qo'yganim bor. Senga keyin aytaman. Bo'ptimi o'g'lim?" "Bo'pti. Faqat o'zimizdan, sizga yaxshi qaraydigan, aytganingizni qiladigan, o'qigan qizlardan bo'lsa bo'lgani. Aytganingdek bo'ladi o'g'lim." Shunday qilib Shirmon opa o'zi asli sog'ayib qolgan bo'lsa-da, Sabohatning qolaversa unga nisbatan o'g'lining munosabatini o'rganish maqsadida atayin yana 3 kun qolib ketdi. Sabohat esa xolaning bu hiylasini sezmadi va unga kirlarini yuvib, yaxshi ovqatlar pishirib berdi. Hatto sochini yuvib, tarab, chiroyli qilib turmaklab ham qo'ydi. Ayol undan behad xursand bo'ldi va o'g'lining oldida uni alqadi. Mansur ham undan behad minnatdor bo'ldi va onasi ikkisini istirohat bog'ini aylantirgani olib bordi. So'ngra esa konsertga kirishdi, muzqaymoq yeyishdi. Ertasiga avtobusga chiqarib kuzatib kelishdi. "Senga rahmat Sabohat", dedi Mansur samimiy. Qo'ysangizchi, oyingiz juda ajoyib ayol ekanlar. Biz u kishi bilan juda ham yaxshi chiqishib qoldik. Ana shu ajoyib ayol sizlarnikiga sovchi bo'lib bormoqchi. Nima deysan?" dedi dabdurustdan Mansur. Sabohat buni kutmagandi. Dovdirab qoldi.